Salom do'stlar, bugungi videoda yaqindagina Momaqaldiroqlar filmida ko'rinish bergan Marvel olamining eng kuchli qahramonlaridan biriga aylanishi kutilayotgan Sentry va Asgard ma'budi, chaqmoqlar hukmdori koinotdagi eng kuchli qurollardan biriga egalik qiluvchi Thor o'rtasida katta jang o'tkazamiz. O'sha kun keldi va nihoyat Thor va boshqa qasoskorlarga qarshilik qila oladigan yangi qahramon paydo bo'ldi. Ko'raylikchi, ular o'rtasidagi jangda kim g'olib chiqishi mumkin ekan. Biz ularni aql, kuch, chidamlilik, tezlik, qobiliyat, qurollar kabi toifalarda solishtiramiz va g'olibni video so'ngida aniqlab olamiz. Shunday ekan, bugungi video ajoyib bo'ladi. Siz esa videoga bitta like bosib qo'ying, biz esa boshladik. Va nihoyat 2-may kuni barcha kutgan Momaqaldiroqlar filmi chiqdi. Bu film shubhasiz Marvel filmlarini yana cho'qqiga olib chiquvchi film bo'lishi kutilmoqda. Eng muhimi esa komikslarda juda qudratli bo'lgan Sentry personajini bizga ko'rsatishdi. Biz shu paytgacha Sentry haqida faqat komikslardan bilar edik. Ammo mana filmda ham uning qanchalik kuchli ekanligini ko'rib oldik. Lekin filmda uni hali barcha qudratini to'liq ko'rsatishmadi. Shunchaki bizga kalavani bir uchini ko'rsatib qo'yishdi. Garchi Sentry filmda unchalik ham ko'p jang qilmagan bo'lsa-da, yaxshigina kuchli ekanligi ma'lum bo'ldi. Ammo Sentryni unchalik ham aqlli deb bo'lmaydi. Endi uni Thor bilan solishtiradigan bo'lsak, aql, mahorat va tajriba bo'yicha Thor yaqqol ustunroq ko'rinmoqda. Chunki Thor 1,5 ming yoshda va katta tajriba egasi hisoblanadi. Sentry esa hali ko'p narsalarga aqli yetmaydi va katta janglar ko'rmagan. Ammo u ancha tez o'rganmoqda. Lekin shunday bo'lsa-da, Thor ancha aqlliroq va bu borada Thor g'olib bo'ladi. Jismoniy kuch bo'yicha Sentry filmda faqatgina aql va tajribani o'zi yetmasligini, Baki va boshqa anti-yovuzlarga qarshi jangda ko'rsatib qo'ydi. Kuch borasida Sentry ularni ancha ortda qoldira oldi. Sentry Amerika agentini qalqonini ikkiga bo'kib tashladi. Bakini qo'lini juda osonlikcha sug'urib oldi. Qolganlarni yosh bolalardek o'yinchoq qildi. Lekin uning raqibi Thor ham anoyi emas. Thor ham katta jismoniy kuchga ega bo'lib, xalq bilan bemalol jang qila olgan. Thor ham Sentrydek Momaqaldiroq jamoasini osonlik bilan yenggan bo'lardi. Thor bir zarbada xalqni uchirib yubora olgan. Sentry esa qizil qo'riqchini sekin zarbasi bilan ham uchirib yubora oldi. Hozircha ular kuch jihatidan teng ko'rinishmoqda. Ammo Sentry Void shakliga kirsa Thordan ham jismonan kuchli bo'lishi mumkin. Ammo yana aytib o'taman, hali Sentryni to'liq kuchi ko'rsatilmadi va yana u kuchayishi mumkin. Demak, bu borada Void shaklini hisobga olgan holda Sentry g'olib bo'ladi. Chidamlilikka kelsak, Sentry Momaqaldiroq jamoasining birorta asosidan jiddiy zarar ko'rmadi va o'ziga o'xshagan kuchli raqibga qarshi jang qilmadi va unga shunchaki hech kimning kuchi yetmadi. Sentry juda tez tiklanadi. Agar u zarba olsa, u darhol jarohatlarni tuzata oladi. Hattoki jismoniy qiyinchiliklardan keyin ham uning regeneratsiyasi qobiliyati ham o'limdan keyin qaytib kelish imkoniyatini beradi. Shuningdek, Void holatiga kirganda uning kuchi va chidamliligi yanada kuchayadi. Sentryni boshqa bir tomondan nazorat qiladigan yovuz kuch bo'lgan Void holatida uning chidamliligi va qobiliyatlari jismoniy va ruhiy jihatdan cheksiz darajada kuchayadi. Thor ham juda chidamli jangchi. Ammo uning chidamliligi Mjolnir yoki Stormbreaker kabi qurollardan foydalanish bilan yanada kuchayadi. U o'zining jismoniy kuchi va chidamliligi bilan juda uzoq vaqt davom etadigan janglarda qatnasha oladi. Thor o'ziga zarar yetkazgan paytda ham u kurashni davom ettirishi mumkin. Thorning chidamliligi juda yuqori va u o'ziga berilgan qattiq zarbalardan keyingi holatida ham uzoq vaqt davomida jang qilishi mumkin. Lekin uning qayta tiklanish qobiliyati Sentry nazorat qilgan Voidning kuchidan ancha pastroq hisoblanadi. Sentry ko'proq regeneratsiya va Void holati tufayli chidamlilikda ustun. Chunki u cheksiz kuch va chidamlilikka ega bo'lsa, Thorning chidamliligi cheklangan va qayta tiklanishi tezligi pastroq. Demak, bu borada Sentry g'olib bo'ladi. Tezlikka keladigan bo'lsak, Thor va Sentry o'rtasida tezlik jihatidan solishtirsak, bu yerda Sentry sezilarli ustunlikka ega bo'lishi mumkin. Sentry yorug'lik tezligida hatto undan ham tezroq harakatlana oladi.
U fazo bo'ylab qisqa vaqt ichida o'ta oladi va bu borada hatto Flash yoki Superman kabi tezlikka yaqin ko'rsatkichlar ko'rsata oladi. Ha, u hali filmda bunday tezligini ko'rsatmadi, ammo ishonavering, Qasasqonlar qiyomat kuni filmida albatta uni bu kuchi ham ochib beriladi. Garchi Thor ham qurollari bilan tez ucha olsa ham Sentry'dek erkin harakat qila olmaydi, chunki Sentry havoda bemalol ucha oladi. Reaksiya bo'yicha esa ular teng bo'lishlari mumkin, ammo zarbalarga Sentry Thorga qaraganda tezroq javob bera olishi ko'rinmoqda va bu borada ham Sentry g'alaba qozonadi. Navbatdagi toifamiz esa qobiliyat. Sentry million quyosh kuchiga teng energiyaga ega bo'lib, uning asosiy kuch manbasi ichidagi energiya hisoblanadi. Sentryda super jismoniy kuch, chidamlilik, super tezlik, parvoz, super sezgirlik, issiqlik energiyasini boshqarish, super regeneratsiya, telekinesis, void bilan birgalikda telepatiya kabi qobiliyatlari bor. Thorni esa qanday kuch va qobiliyatlari bor ekanligini yaxshi bilasiz va ortiqcha yana takrorlab vaqtni ketkazib o'tirmaymiz. Sentry umumiy ko'lamda ko'proq va kuchliroq qobiliyatlarga ega. U ruhiy, jismoniy va energiyaviy jihatdan ko'p qirrali qahramon hisoblanadi. Thorda jang tajribasi, sehr va chaqmoq kuchlari bor, lekin telepatiya yoki molekulyar nazorat yo'q. Bu jihatdan Sentry yaqqol ustunlikka ega bo'lmoqda. Chunki chaqmoqlar Sentryga ta'sir qilmaydi. Ayniqsa void holatida bo'lsa, unga qarshi kurashish juda qiyin bo'lishi mumkin. Filmda ko'rgan bo'lsangiz, void holatida Sentry deyarli butun bir shaharni qorong'ulik ichida qoldirdi. Faqatgina Yelena va jamoasi katta qiyinchilik bilan Bobni ongiga kirib, uni qutqara olishdi. O'ylaymanki, Thorning bir o'zi hech qachon bunday qila olmasdi. Bundan tashqari Sentryning telekinesis qobiliyati ham yana katta rol o'ynaydi. U bu qobiliyati bilan Thorni o'ziga yaqinlashtirmasdan jang qilishi mumkin. Shunday ekan, natija aniq va yaqqol ko'rinmoqda. Demak, bu borada ham Sentry g'alaba qozonadi. Mana va nihoyat so'nggi toifamiz qurollarga ham yetib keldik. Bilasizki, chaqmoqlar hukmdori Thorda Mjolnir va Stormbreaker kabi qurollar mavjud. Bu qurollar uruv metalidan yasalgan va koinotning eng kuchli qurollari safiga kiradi. Sentryda esa hech qanday qurol yo'q. Uning eng kuchli quroli bu o'zi, ya'ni uning qorong'u shakli void hisoblanadi. Ammo Sentry har doim bu holatda bo'lmaydi. Thor esa istagan payt bu qurollarni chaqira oladi. Ammo Sentry juda chaqqon va juda tez. Bu holatda u bemalol Thorning hujumlariga chap bera oladi va hatto Thor Sentryga aniq zarba bergan taqdirda ham qayta tiklana oladi. Faqat bu gal void shaklida qaytadi va Thorga ancha qiyin bo'ladi. Demak, qurollar bo'yicha so'zsiz Thor ustun va Thor g'olib bo'ladi. Ammo gap qurolga emas, uning egasi kimligida desak ancha to'g'ri bo'lardi. Demak, toifalar bo'yicha Sentry 4-2 hisobida g'alaba qozondi. Ammo ular yuzma-yuz to'qnash kelib qolishganda ham katta ehtimol bilan Sentry g'alaba qilgan bo'lardi. Thor ham katta qudratga ega bo'lsa-da, Supermanning tez, telekinesga ega va yengilmas void shakliga ega raqibga qarshi kuchi yetmasligi mumkin. Garchi Thor Sentry bilan tengma-teng kurasha olsa ham, oxir-oqibat Sentry g'olib bo'lardi. Xulosa qiladigan bo'lsak, Marvel kino olamida yangi kuchli qahramon paydo bo'ldi. Endi biz Sentryni Qasasqonlar qiyomat kuni filmida ko'ramiz. Demak, bugungi videomizda Sentry g'olib bo'ldi. Mana bugungi videomiz ham shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Agar o'z savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.